Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, Shomning hozirgi prezidenti Rossiyaga kelibdi. Putin unga do'stonalikni taklif qilibdi. Bundan asosiy maqsad nima? Shomni prezidenti emas, Shom katta joy. Suriyani hozirgi vaqtinchalik prezidenti desangiz to'g'riroq bo'ladi. Suriya Shomni ichidagi bir kichkina viloyatdek joy. Xuddi shuningdek prezident ham vaqtincha prezident hozir. Endi Rossiyaga borishdan maqsad do'stonalik taklif qilishdan maqsad nima deganda, Suriyalik maqsadi birinchidan hamma davlatlar bilan muvozanat o'rnatish, katta davlatlar bilan xususan ya'ni. Chunki hozirgi zamonda agar shunaqa qilmasa, albatta o'sha davlat o'zini bir hamtovoqlarini olib kelib, bu yerda inqilob qiladi. Mana eski o'sha Bashor hukumatini ruslar quvvatlab turgan, yana unga dastak berib, yana inqilob uyushtirishi va hokazo ishlar, aksal inqiloblar bo'lib ketishi mumkin. Ular shuni oldini olish uchun ham o'sha dushmanini quvvatlab turgan katta davlatlar bilan ham nimadir aloqalar qilib tiklab olishni istaydi. Va ikkinchi maqsadi suriyaliklarda Isroil hujumiga qarshi shu ruslardan himoya yordam olish. Chunki agar mana Isroil hujum qilsa qiladi ham, mana Lubnanga hujum qilyapti, G'azzadan keyin ular tinch o'tirmaydi tabiiy. Yana Suriyaga ham hujum qiladi hali. Ular hujum qilganda tabiiyki Amerika yordam bermaydi keyin. Amerika Isroilni qo'llab-quvvatlaydi. Ular o'shanda keyin o'sha Amerikaga muxolif bo'lgan davlatlardan yordam olishni istaydi. Masalan, mana Hamas Erondan olardi yordamni, Eron bo'lsa Rusdan, Xitoydan olardi. Mana shunga o'xshab tabiiyki bular ham Isroil hujum qilsa Amerikadan yordam olaman deyish to'g'ri bo'lmaydi. Yordam bermaydi ham. Rusdan oladi, Xitoydan olaman deydi va hokazo. Shuning uchun o'shanga o'zlariga bir tayyorgarlik ko'rib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Maqsadlari shu ikkinchi maqsad ya'ni. Ammo ruslarning maqsadi bo'lsa, birinchidan o'sha o'zini avvalgi mintaqasiga, ya'ni bazalariga, avvalgi bir nufuziga qaytishni istaydi ular ham tabiiy. Shuning uchun shu paytgacha tish tirnog'i bilan qarshi bo'lib o'zi urushib kelgan shu terroristik tashkilot deb nomlagan odamlar bilan ham o'zlari bugun ular shu muzokara qilib o'tirishibdi ya'ni. Asli ko'rarga ko'zi, otariga o'qi yo'q. Lekin endi shu siyosat deyishadi buni, ichida yuzida kulib, ichida bir-biriga nisbatan nafratini sochib o'tiraverishadi shunaqa. Ruslar shunaqa qilib ehtimol qaytishligi mumkin. Chunki hozirda baribir ular o'sha eski Bashorni yoki uni hukumatini bu yerga qaytarisha olmaydi. Uni o'zlari ham bilishadi. Shuning uchun vaqtinchalik ular ham hozirgi hukumat bilan xon taxtani ustidan muzokara qilib turaveradi. Xon taxtani tagidan bir-biri bilan tepishsa ham. Lekin biz shuni bilishimiz kerakki, mana shu narsalar biz buni yaqin tarixda voqeliklarda ko'rdik, hech narsani hal qilmaydi ekan. Ya'ni nima degani? Masalan, odamlar doim aytamiz, shu Nusratning nashasi bilan mast bo'lib qolishadi. Bu juda yomon narsa. Yana ochig'roq aytsam, Misrda Muhammad Mursi prezident bo'lgan paytda ixvonlardan boshqa oddiy har qanday musulmonda ham shu narsa kuzatildi. Muhammad Mursi ham mana shunaqangi bir islomiy siymodagi odam edi. Garchi demokratiya boshqa desa-da, lekin u ham shu maqsadi shunaqa. Ana shu hozirgi Ahmad Sharq qilayotgan ishtaqa yo'nalishdagi odam edi u ham. Ular ham xuddi shunaqa BMTga bordi, xutba qildi, bismillahir-rohmanir-rohim, innal hamdulillah deb juma ma'ruzasidek qilib ma'ruza qildi. Hamma olqishladi uni. Amerikaga bordi, Isroilga tahdid qildi kerak bo'lsa, G'azzada urush to'xtat dedi. Rossiyaga bordi, Xitoyga bordi, hamma yoqqa borib yelib yugurdi bechora odam o'sha ham. O'sha davlatini Misrda tiklayman deb haqiqatdan bir xalqparvar odamni juda harakat qildi. Lekin nima bo'ldi oxiri demoqchiman. Bu hech narsani hal qilmaydi. Butun dunyo davlatlari sizni prezident janob oliylari keldi deb kutib olsin, boshqa bo'lsin, bu hech narsani hal qilmaydi. Hamma narsa tagida zimdan ziddizga qarab ketaveradi. Mana Muhammad Mursiga shunaqa qilishgan. Ustidan hamma unga kulib janob oliylar deb kutib olib, samolyotdan tushsa vertolyotga o'tkazib, vertolyotdan Qizil gilamga tushirib, limuzinlarda aylantirib, keyin bu yoqda mana ichida ilonni yetishtirishdi. Sisini. Bechora odam ham sodda odam qilib qo'ydi shuni. Kuchim yetmaydi boshqa degan ta'birlar bilan. Va keyin aksi inqilob qilib, uni qamoqqa tiqib o'ldirib yuborishdi, yo'q qildi. Butun nizom ketdi. Ixvon muslimin tiklagan nizomi. Bu kofirlarda siyosati doim shunaqa bo'ladi. Lekin afsuski ko'pchilik o'sha yerda o'tirgan kursidagilar ham, uni tarafdorlari ham ana shu nashaga mast bo'lib qoladi, haybarakalla qilib keyin ana shu tagidan ketayotgan narsalardan ko'pchilik g'ofil qoladi. G'ofil qolayotgan alomati shunaqangi bir xoin, maraz odamlarni hukumatga olib kelib qo'yishadi yoki hukumatga kelsa indamay o'tirishadi. Ularni keyin e'lon qilib semirtirib boqib, tashqaridan katta davlatlar yuzlarga mana shunaqangi yuzlarga janob oliylar deb murojaat qilib yurgan odamiga qarshi yetishtirishadi. Bitta inqilob bilan keyin hammasini hal qilishadi. Shuning uchun bu aytayapmanki, bu hech narsani hal qildi degani emas hozir. Nimaga masalan ruslar Bashorni asrab o'tiribdi haligacha? Bitta sababi obro'si uchun. Shu paytgacha o'zi yordam berib kelganini o'zi ham bevarur ekan bu ruslar mana.
degan narsa ko'rilmasin atrofda davlatlarda. Keyin qolgan boshqa xoin podshohlar ham ishonmay qo'yadi-da Rusiyaga unda. Rusiya mana shu paytgacha o'zi yordam bergan odamini himoyalaydi deb, shunaqangi bir narsa uchun ham ushlab turibdi shu paytgacha o'zi Bashorni, ya'ni topshirmasdan. Bu ikkinchi sababi, ya'ni bularni rejasi bo'lishi mumkin. Ehtimol qaytarib olib kelib ham qo'yadi. U xoin ularga kerak. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu narsaga hech qachon xotirjam bo'lib, mana Nusrat, mana natija, mana tamkin deyilmaydi. Bu narsaga aldanmaslik kerak. Bu hali hech narsani hal qilmaydi. Biz bunday bo'lsin demaymiz, lekin baribir bu hech narsa degani emas, vallohu alam.